xursandman. Rahmat. Otabek Shukurov, Odiljon Hamrabekov, Alijonovlar maydon markazida o'yinni to'liq nazorat qilib, raqiblarimizga imkon qoldirmaganini ham meni xursand qildi. Abbosbek Fayzullayevning tezkor harakatlari raqib himoyachilarini sarosimga solib qo'ydi. Rahmat katta muhtaram. Eldor Shomurodov, Jamoliddin Masharif o'yinchilarimiz butun jamoa ortidan ergashtirib o'yin ruhini belgilab berdi. Rahmat. Albatta Timur Takirovich, sizga ham alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Rahmat. Timur, hozir bitta gapni men aytaman, qaror farmonga qo'l qo'yaman. Butun o'zingiz bosh jamoaga O'zbekiston iftixori unvoni beraman. Rahmat kattakon muhtaram prezident. Boshimiz osmonga yetdi. Timur, ikkita uchta ballarga so'z ber. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Sizni tabriklaymiz mana shu tarixiy natija bilan. Rahmat, qahramonlik uchun rahmat bolam. Rahmat kattagon. Juda ham xursand bo'ldik mana shu tabriklarni eshitib, hozirgi unvonlarni eshitib. Boshimiz osmonga yetdi. Rahmat kattagon sizga. Duolaringiz bilan mana shu tarixga erishdik. Hurmatli mana shu bugun telefonda ota-onalaringizga meni nomimdan rahmat. Mana shunday farzand o'stirganlarga, hammalaringga, ota-onalaringga prezident rahmat deb aytdi, hamma komandaga aytgan. Albatta, albatta. Rahmat kattagon. Hurmatli prezident, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tkirbek, men qahramon deb bilaman, men seni o'zim ko'rib hali quchoqlab rahmat deyman senga. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Rahmat kattagon siz tabriklaringiz uchun va shunaqa vatanimiz borligidan juda ham biz xursandmiz. E'tiboringiz uchun sizni va muxlislarimizni oldida yuzimiz yorug' bo'ldi deb o'ylaymiz. Xudo xolasa bundan ham yaxshiroq natijalar qilib, sizni va xalqimizni har doim xursand qilib yurishga harakat qilamiz. Rahmat javobim. Bu ulug' ayon kunlarda butun xalqimizni xursand qildilaring. Hammasi vatanimiz va siz uchun rahmat katta, sizga e'tiboringiz uchun ham bizaga. Sog'